8 iyul kombaynimiz saz holatda kombayn satıladi ekan, podborchiklari bilan ishga ketib borayotir ekan hozir. Şöyle yo'liqdik. Balonlar, eldini balonlari toza. İzining bir balondan paket qo'yilgan ekan. Simudi 20lik motor. Simudi motor 20lik. Pulini aytib o'taman, 50 million dedilar. Salamatiralarni beraman dedilar. Buğday somon medalab turibdi hozir. Salamatiralar toza ekan, yana bir ikki zapchaslari bor dedi. Shuni ham beraman dedi. Garantiyali saz holatda dokumentalniy notariusda pul soni berasizlar. Balonlari toza. Eldini podborchi ham, rezin podborchi ham yetadi dedilar. Bir ikki zapchaslar ham bor. 775 nomeri. İçini holatini ko'rsataman. İçini holati. Hozir bir 4 hektar yerimiz bor dedilar. Shu ishga ketib borayotirmiz. Yana akkumulyator startyor. 20lik Simudi motor. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lamiz. Like bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Shuning texnikalari, qiziqli joylar chiqarib berib turamiz. Xudo xolasa. Menzil Bag'at nerda aytiladi bu yer? Bag'at Atov, ha? Bag'at Atov. Egasini telefon nomerlarini qoldirib o'tamiz. Bu yerda faqat texnika egadan